Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər. Körüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdül Xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga münasibətlik mühim vaqealardan məlumat berimiz. Hörmətli televizor görgüçülər, mən Erkin tövəndə diqqətinizlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Yaqindan bu yan ma'lum bo'lib atqan rasmli uçurlar və sünni həmradan tatılğan təkşilik xəritəsi Uyghur diyarıdaki lagerlarning son və ko'lam jihatda tezdan ishib berayotganligini oshkor qilmoqda. Finlandiyadagi muhojir Xalmurat Uyg'urning bildirishicha, Turpanning o'zida bir necha yangi lager paydo bo'lgan. Bu lagerlar shahardan yiroq bo'lgan pinhon joylarga selingan bo'lib, bu rayonga sirtkilarning kirishi ma'ni qilingan. Muxbirimizning bu to'g'riliq ahvol egallashi jarayonida Onson nayisida 4 o'rinda lager qurilganligi, bu lagerlarda 30 ming kishining tarbiyalash ekanligi bildirildi. Yaqinda ma'lum bo'lishga boshlagan yerlikdagi 10% noposining lagerlarga qamilishi haqidagi ma'lumotlarning rostligi yana bir qitim dalillandi. Muxbirimizning 90 nayisi tavasidan ahvol egallashi jarayonida mazkur nahiya tavasida 3 lagerning borligi, bu joylarda 22 ming Uyg'urning tarbiya ilayotganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, bu nahiyaning Yezigilik bankasi sohasida xizmat qiladigan jami 154 nafar bank xodimining borligi, bulardan 17 nafarining yig'ilish lagerga qamalganligi oshkorlandi. Xitoy hukumati ijro qilayotgan siyosiy bostirish jarayonida Uyg'ur sarxillarining ko'plab qo'lga ilinishi ma'lum bo'lgan edi. Yaqinda Xitoy hukumatining qonun sistemasidagi Uyg'ur amaldorlarining qattiq ta'qib qilinayotganligi oshkor bo'ldi. Xitoy axborotlaridan ma'lum bo'lishicha, Chechen Noillik Jamoat xavfsizlik idorasining sobiq siyosiy komissari G'olib Tursunga terrorchilar va 3 xil kuchlarga yantoyoq bo'lgan, shuningdek milliy o'chmanlikni targ'ib qilgan degandek jinoyatlar ortilgan. Egallashimizcha, G'olib Tursun Uyg'ur diyoridagi 200-chilarga zarba berish harakati boshlangandan buyon jamoat xavfsizligi sohasida 200-chilik bilan ayblangan eng yuqori darajali kadr ekan. Lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning ko'payishiga ergishib, bu Uyg'urlarning urug' tuqqanlari oila bo'yicha bir-biridan juda bo'lishga o'xshash og'ir fojialarga giriftor bo'layotganligi ma'lum bo'ldi. Bu haqdagi guvohchilar aloqador ahvollardan ma'lumot berib, lagerlarga qamalgan farzandlari yoki ota-onalaridan hech qanday xabar olish imkoniyatining bo'lmayotganligini bildirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bu xildagi oilalarning guvohlik materiallari xalqaroda Xitoy hukumatiga besim paydo qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, Dünya Uyghur Qurultayı izchil har qaysi joylardagi Uyg'ur jamoatlaridan mushu vaqtdagi dalil isbotlar bilan ta'minlashni talab qilib keldi. Xitoy hukumati o'zlarining Uyg'urlar diyoridagi bostirish harakatlarini izchil oqlab kelgan bo'lsa-mu, lekin g'arb dunyosidagi axborot vositalari va hukumatlari bu ahvolning yaqinqi taraqqiyotiga zo'r darajada diqqat qilib kelmoqda. O'tgan haftadan boshlab g'arb dunyosidagi eng nopozli gazeta jurnallarda va televiziya kanallarida Uyg'urlar hozir duch kelayotgan reallik tafsiliy xabar qilinib, Uyg'urlar 2. Dunyo urushi mazgilidagi yahudilarning taqdiriga duch kelish oldida turmoqda degandek yakunlarni o'tirg'a qo'ymoqda. Bir qism analizchilar Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmlarga islom davlatlarining sukut qilishiga nisbatan bu yuzlanishni zo'r ijobiylik deb baholamoqda. Butkul Uyg'ur jamiyati og'ir siyosiy krizisga giriftor bo'layotgan bir payt yetib kelgan bu yilgi Qurbon hayit namozida muhojirat yashayotgan Uyg'ur jamoati vatandagi barliq Uyg'urlarga o'zlarining samimiy tilaklarini bildirib duo qildi. Amerika, Turkiya, O'rta Osiyo davlatlaridagi Uyg'ur jamoati Qurbon hayitlik namozi uchun jam bo'lganda vatandagi zulmning oxirlashishi uchun birlikda duo qildi. Har qaysi joylardagi diniy zotlar o'z tabliğlarida Uyg'ur jamoatini hech qachon ozodlik va hurlikka erishishdan umidini uzmaslikka chaqirdi. Shundaqla zulmning hamon oxirlashadiganligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining Abdul Xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'linglar, xayr xo'sh.